Bugun sizlarni o'zim bilan Coca-Cola bilan birga futbol ko'rishga boraman. Borishimiz bilan bizni shunaqa fotozonalar kutib oladi. Ertalabdan borganimiz uchun hammamizning qornimiz och va bizga eng yoqqan shvedskiy stol bo'ldi. Ovqatlanib kirganimizda o'yin allaqachon boshlanib bo'lgandi. Odamni ko'pligidan boshim aylanib qoldi. O'zi ham o'tirdik, birinchi raund tugadi. O'shaning uchun tanaffus qilishga ikkinchi zonaga bordik. Bu yerda gapirmayman, o'zinglar bitta ko'ringlar. O'ynab bo'lib qaytganimizda afsuski O'zbekiston 1-0 ga yutqazayotgan ekan. O'rtoqlarimning fikri bo'lsa ikki xil edi. Tushunmayman. Bizga qo'shilib oq bo'rimizni ham siqilib turgan bir vaqtda Meksikadagilar bunaqa nishonlagan bo'lsa, biz bunaqa nishonladik. Lekin ozginadan keyin hammasi o'zgarib ketdi. В смысле? Zato ketayotganimda menga sovg'a berishdi. Bo'pti.